u shopirlar bilishmaydi garniturimizni qayerdan o'chirish kerak, qayerdan yoqish kerak, nimaga ishlatish kerak. O'zi vum servisda zapchastlar bormi? Servis xodimlari borib mashinani o'rganmoqchi bo'lsa, mashina yo'q. Borgan joyda yo'q. Da, mashina yo'q. Stupitsadagi moylar, pachimli moylari shunaqada kam qo'yilgan degan kommentariylar bo'lib chiqib qoldi. Endi shunga nima deysiz? Mashina olayotgan odamlar ularga qiziq, bu mashinani olgandan keyin men qancha vaqtgacha Nimaga o'zaki kubik olishadi shu uchun? qo'lni ishlamay qolib, nechta avariya bo'lib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli shopir akalar, yaxshimisizlar, charchamaysizlarmi? Demak, bugun Vum kompaniyasi tomonidan ajoyib bir podkast uyushtirdik. Bunga yaqindan yordam bergan Jasur aka, ya'ni Vum kompaniyasining servis bo'limi rahbari va akamiz Habibullo aka bugun Favtrax texnikalarini umumiy zapchasi, servisi, garantiyasi haqida gaplashamiz. Demak, ko'p kuttirmasdan boshladik. Assalomu alaykum Jasur aka, assalomu alaykum Habibullo aka. Vaqtinglarni ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Demak, temani boshlayveramiz mavzuni. O'zi Vum kompaniyasi 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab Fav Tiger seriyasidagi texnikalarimizni sotish boshlaganmiz. Ya'ni sotuvni ochiq deb e'lon qilganmiz. Mana salkam 2 yil bo'libdi. Shu 2 yil ichida hali garantiya haqida xalqimizda yetarlicha ma'lumot yo'q. Shuning uchun shu birinchi mavzuimizni ham shu garantiya bo'yicha boshlasa, shu haqida qisqacha bir tushuntirsak. Habibullo akamiz shopirlar nomidan bugun gapiradilar. Shuning uchun Jasur akaga savolingiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin aka. Xo'p, Jasur aka, men misol uchun mashina olayotgan odamlar ularga qiziq, bu mashinani olgandan keyin men qancha vaqtgacha misol zavod bergan garantiya bo'yicha yura olaman yoki necha yil vaqtgacha yura olaman. O'sha qaysi detallarga qancha garantiya beriladi? Shu haqida shop akamizga bir to'g'riroq ma'lumot bersa yaxshi bo'lardi. Birinchidan rahmat kattakon savol uchun. O'rinli savol bo'ldi. Juda ko'p shopir akalarimiz bizga aloqaga chiqishadi bu savol bilan. Birinchidan men hozir poetapni tushuntirishga harakat qilaman. Birinchidan klient mijoz mashina olayotganda qo'liga garantiyni politika bilan shartnoma beriladi. U yerda более подробно yozilgan. Xabaringiz bor, Vum kompaniyasi bizani texnikaga 3 yil garantiya yoki 100 ming kilometr beramiz. Lekin joyi bor. O'zi 100 ming kilometr yoki bo'lmasa 3 yil bu motorga, korobkaga, zadniy mostga. Qolgan zapchastlarga o'zini srok garantiyasi bor. U haqda garantiyni politikada yozilgan. Qolgan detallariga o'sha garantiya qog'ozida yozilgan boshqacha sroklar hammasi bor. Da, hammasi bor. Hozir sanab o'tsak, bizani prosta vaqtimiz yetmaydi. O'shaning uchun o'sha yerdan tanishib olishsin. Qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishi mumkin yoki kommentariy yozishlari mumkin. Demak, bu garantiyali pismoni qayerdan olaman deganlar uchun Vum kompaniyasini Instagram profilida, Telegramga link bor. Kirganingizda pin tepaga qotirib qo'yiladigan joy bossanglar, o'sha yerda garantiyali pismo degan fayl chiqadi. O'sha fayl ichidan bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Jasur aka, yana bir savollar bo'lyapti. Misol, men yangi texnika oldim. Yoki salarkali yoki farqli benzinli mashina oldim. Endi men yo gaz qo'ymoqchiman, yo propan qo'ymoqchiman. O'sha misol sizlardan mashina olib turib, haydadim 5 ming, 10 ming kilometr yurdimda, endi metan yoki propan o'rnatmoqchiman. O'sha paytda akam kulyapti menga qarab. Chunki ma'lumot uchun Habibullo aka o'zi yaqinda bizdan texnika oldilar, Fav Tiger'ga. O'zlari uchun savol so'rayaptilar hozir. Buni ham to'g'ri olib qolsa bo'ladi inobatga. Xo'p, aytaylik, men o'sha mana yaqinda ikkinchi mashinamni oldim. Vum kompaniyasida mana shu akamiz ko'rdi. Men hozir o'ylayapman, propan yoki metan qo'yishni o'ylab turibman o'zim shaxsan. O'sha holatda qaysi detali garantiyadan chiqadi yoki garantiya bo'yicha qoladimi detallari, motorlari ham propan yoki metan o'rnatgandan keyin? Habibulloh, birinchidan rahmat kattakon ishonch uchun ikkinchi texnika oldingiz bizdan. Bu masalada garantiyali politikada yozilgan. Hozir yana tepada aytib o'tganday garantiya qog'ozi yozilgan. Garantiyali politikada yozilgan bu ma'lumot konstruktiv o'zgartirish kiritilsa mashinaga, mashina garantiyadan chiqadi. Sizni holatingizda, misol uchun gaz оборудование установка qilishsa, faqatgina motor qismi garantiyadan chiqadi. Demak, o'sha men olib borib qo'ydirgan ustaxonadagi ustalar bizga garantiya beradi. Odatda, chunki juda ko'p gaz va balon оборудование установка qiladigan
ustalar bilan gaplashganmiz. Ular odatda o'zidan srok garantiya berishadi. Tam kilometr и vaqt 6 oy, tam 1 yil. Shunda faqat motorga chiqadi, to'g'ri? Motor garantiyadan chiqadi. Qolgan hamma detallar qoladi. Yana bitta narsasi bor. Misol uchun mashinani xabaringiz bor, поддержать qilib turish kerak, smaska qilinadigan joylari bor, toptirib turadigan joylari bor, texnik обслуживание o'tkazib turish kerak. Bizani rasmiy dilerlardan. Вот. И misol uchun har texnik обслуживание kirishsa, bizani rasmiy dilerlarda servislik ishga berish kerak. Servislik ishkada punkti bor. O'sha yerda qancha kilometr keldi, qanaqa ishlar bo'ldi, pechat, podpis, kilometr yoziladi o'sha yerda. Qarang, endi mana o'zim Home kompaniyasidan mashina oldim aka. O'zim olganim uchun sho'bragarimizga ham tavsiya qilyapman. Lekin shunaqa holatda bo'lyapti, Hamidullo aka. Mana shunaqa vaziyat bo'ldi. Bir telefon qilib, yo'lda Buxoroda qolgan ekan, o'zlariga ham chiqqan ekan aloqaga. Bitta sho'bragamiz yo'lda qolgan ekan. Menga nimani qilib berishmadi, garantiya bo'yicha yordam berishmadi degan gap bo'ldi o'sha yerda. O'shani o'zingiz ham bilar ekansiz kimligini. O'sha haqida sho'bragamizga ma'lumot bersak, chunki bir ikkita Telegram kanallarda yoki bo'lmasa video qo'yganimizda videolar yozilyapti, garantiya bo'yicha qilib berishmadi degan именно o'sha insonlar yozyapti. Shu savolga ham javob berib o'tib ketsak aka. Kattakon rahmat bu mavzuni ko'targaningiz uchun. Chunki xabarim bor. Bizani bitta mijozimizda adashmasam 8-9 oy bo'lgan bu mashinani olganlariga. Bu holatni agar aytib o'tadigan bo'lsam, menga aloqaga chiqishdi. Men bildim, lokatsiyasini Buxoro viloyatida olib ketgan ekanlar. Keyin vyuzdniy gruppani chaqirib, jo'natdim o'rganish uchun, holatni o'rganish uchun jo'natdim Buxoroga. Bizani xodimlar, servis xodimlari borib ko'raman, mashinani o'rganmoqchi bo'lsa, mashina yo'q. Borgan joyda yo'q. Mashina yo'q. Keyin klient bilan gaplashdik. Klientga telefon qilsam, men mashinani olib ketdim. Qayerga olib ketdingiz desam, Xorazmga, uyimga olib ketdim dedi. И shunga qaramasdan ham, hatto o'sha holatda nima bo'lgan, nima holat bo'lgan o'sha yerda? U holatda polo sinib ketgan. Menga o'shanaqa deb aytishdi, polo singan. O'shaning uchun men o'rganish uchun yubordim. O'rganish uchun nimadan sindi? Tam перегруз bo'ldimi? Boshqa narsa bo'ldimi? O'shani o'rganish uchun xodimlarni jo'natdim, zapchastlar bilan. Borganimizcha Xorazmga olib ketib qolishibdi mashina. Keyin shunga qaramasdan men xodimlarni servis xodimlarini Xorazmga jo'natdim. O'sha yerda borib o'rgansa, u yerda mashina перегруз sababli chulov qiyshayib ketgan. Baraban yorilib ketgan. Podshipniklar cho'chilib ketgan, polo singan. Bu nima sababli desangiz, bu перегруз sababli o'rganib chiqdi. Shunda klientga hammasini tushuntirib berdi. Klient bizani по-моему unchalik yaxshi tushunmadi. Shunda ham bizdan garantiya so'radi. Tushunarli. Demak, biz texnikamizga o'sha me'yorida yuk ortib yuradigan bo'lsak, agar shunda ham qaysi bir detalga shikast yetadigan bo'lsa, biz mashinamizni qimirlatmasligimiz kerak. O'sha joyga servis xodimlariga telefon qilsak, o'sha kelib o'rganadi. Haqiqatan o'sha agar bu zavodda yoki o'sha nimasi bilan bo'ladigan bo'lsa, aybi bilan bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda joyida bartaraf qilib beriladi, garantiya bo'yicha, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Juda yaxshi. Avvalambor bu texnika olganimizdan keyin agar me'yorida ortib yuradigan bo'lsak, o'zimizga ham yaxshi, texnikamiz ko'proq xizmat qiladi. Bizda bir sho'bragarimiz bir ajoyib gap bor. Hozir ko'proq ortmasam qoplamaydi yo'lka deydi. Avvalambor bu texnikani agar qancha misol o'sha standart bo'yicha ortib yuradigan bo'lsak, misol 5 yil xizmat qiladigan texnikamiz 10 yil xizmat qiladi. O'zi bunaqa holatlar Abdulloki asosan sho'prakalarimizni ko'p yuki ortganidan bo'lib chiqadi. O'zi bekor tarozilar ham qo'yilmayapti yo'lda. Ya'ni nima bo'ladi, bu sho'prakalarning mashinasini ham o'ylab qilingan ishdi. Xo'p, keyingi masala, agar xafa narsa bo'lmasa, qarshi bo'lmasa, bitta masalani ko'tarmoqchiman. Gornitorimiz bo'yicha bizga ham juda ham ko'p savollar keladi gornitorimiz haqida. Jasur aka ham yaqinda aytdilar, sho'prakalarimiz hali gornitorimiz nimaligini bilmaydi degan gap aytganlarga o'zim hayron bo'ldim. Shu haqida bir qisqacha aytib bersangiz, gornitorimiz o'zi nima, qanaqa holatlarda ishlatiladi? Bu masalasida masalan siz ekspertsiz, Habibullo aka ekspertlar masalan, ular ham ko'p mashina haydaydilar gornitorimizni.
masalan shular haqida bir qisqacha aytib bersanglar, ikkalovinglardan ham eshitsak juda ham ajoyib bo'lardi. Shopir aka nomidan и servis xodim nomidan-da. Gorniy tormoz masalasi bo'yicha yaxshi ochdingiz bu mavzuni. Yaqinda tez uchrab turadigan holat, telefon qilishadi, mashinam tortmay qoldi yoki bo'lmasa o'chib qolyapti yoki zavat bo'lmayapti deb juda ko'p holatlar bo'ladi. Men birinchi savol beradigan savolim, gorniy tormoz qo'shilib qolmaganmi? Chunki juda ko'p holatlarda qo'shilib qoladi, qo'l tegib ketadi bilmagan holatda. U shopirgalar bilishmaydi gorniy tormozni. Qayerdan o'chirish kerak, qayerdan yoqish kerak, nimaga ishlatish kerak. O'shaning uchun albatta agar bundan oldin gorniy tormoz bor yuk mashinalar minmagan bo'lsangiz, albatta minadiganlar bilan gaplashib, o'rganib yoki bo'lmasa bizani rasmiy dilerdan mashinani olayotgandan savollarni berib, qanaqa ishlatish kerak, nima qilish kerak, qanaqa qo'shish kerak olsangiz bo'ladi. Hozir Jasurga aytdingiz-ku, shu gorniy tormozda haydaydigan, minadigan shopirlar bilan gaplashib dedingiz-ku, как раз shopirimiz oldimizda o'tiribdilar-da. Masalan, men yangi haydovchiman. Masalan, Tiger V oldim. Tiger V'da gorniy tormoz bor. Okey, aytdilar, gorniy tormoz bor deb ko'rsatdilar. Qayerdaligini videoni tagida qo'yib qo'yamiz. Gorniy tormoz FAV Tiger V'larda qayerda bo'ladi? Ya'ni bu yerda chiqqan bo'lishi kerak. Ha, o'shanda shunda pastga tushirib yoki tepaga chiqarsanglar gorniy tormoz bo'ladi. Xo'p, endi shopir akamizdan so'raysiz. O'zi gorniy tormozlarni qachon ishlatamiz? Nima bo'ladi? Qanaqa? Hozir Jasur aka aytdilar, bu ayrim shopir akamiz bilmaydi, endi shu ko'p shopir akamiz biladi. Yo'q, hammaga nazar emas. Ayrim shopir akamiz shunaqa holatlar ham bo'lgan ekan. Mashinani zavat qila olishgan bo'lgan, borib servis xodimlar o'rgansa, shu gorniy tormoz qo'shilib qolgan bo'ladi, qo'l tegib qolgan bo'ladi. U gorniy tormoz qanaqa vaziyatlarda ishlatiladi? Misol, perevorlardan yuk bilan pastga qarab tushayotganda, ko'p tormoz bosmasdan turib, o'sha gorniy tormoz ishlatsa, u havo yordamida gulishlardan bo'g'ib beradi. Qaysidir mashinalarda gorniy tormoz, qaysidir mashinalarda retarder bor. U havo yordamida retarderlar korobkadan bo'g'ib beradi. Gorniy tormoz gulishlarda havo yordamida bo'g'ib beradi. Mashinamiz yuk bilan pastga qarab tushib ketib qolmasligini oldini oladi. Agar u narsa bo'lmaydigan bo'lsa, misol ko'p tormoz bosishimizga to'g'ri keladi. Tormoz bossak, o'sha kalotga qizgandan keyin o'sha mashina to'xtamay qoladi. O'sha iloji boricha shu faqat gorniy tormoz bilan tushishni maslahat beramiz shopir akalamizga. Perevalarda. Yana to'ldirib o'tmoqchiman. Abdulloh, agar gorniy tormozni ishlatmay tepalikdan tushadigan bo'lsa, kalotkalar qizib ketadi, ko'p xizmat qilmaydi sizga. Ha. Endi o'zimiz ham ko'p guvohi bo'lganmiz. Perevalarda tormoz ishlamay qolib, ko'p bo'ldi bunaqa voqealar, ko'rgan bo'lsangizlar ham. Tormoz ishlamay qolib, nechta avariyalar bo'lib ketdi. O'sha birinchi u sababi pergruz ko'p ortishi, haddan tashqari bu 2 barobar emas, 3 barobar emas, joyi kelsa 4 barobar ham ortishi yuk ortilgan, me'yordan ortiq ortilgan va o'sha ko'p tormoz bosganning oqibatida kalotkalar qizib ketib, o'sha tormoz ishlamay qolgan. Shuni mana shunaqa ko'ngilsiz holatlar, mana shunaqa bo'lavergani uchun shu tarozda ham hozir ko'paytirildi hamma joyda. Hammasi perevaladi. Xo'p, garantiya temasidan uzoqlashmaymiz. Shopir akamiz uchun bu mavzuni ham agar ochilib ketsak, juda ham yaxshi foydali bo'lardi. Qarang, misol uchun men mashina oldim, siz 100 ming kilometr yoki 3 yilgacha garantiya beryapsiz, to'g'rimi? Men 3 yilda 200 ming kilometr yoki 300 ming kilometr yurib qo'ydimda, lekin men sizga telefon qilyapman, aka, hali men 3 yil yurganim yo'q, siz menga 3 yilda aytgandingiz ko'p. Siz aytyapsiz, aka, 100 ming kilometrdan o'tib siz deb. Misol kimdir 100 ming kilometr yura olmaydi 3 yilgacha. Misol kimdir 3 yil mobaynida misol 50 ming kilometr yurar. Lekin u aytadiki, yo'q, hali menda 50 ming kilometr garantiyam bor deb aytadi. Lekin srok 3 yilga yetib kelgan. O'sha holatlarda qanaqa bo'ladi yechim? Tak, bu holatlarda uchragan bunaqa holatlar. Misol uchun siz mashinani 6 oyda 100 ming kilometr yurdingizmi? Всё, bo'ldi, ketadi, garantiyadan chiqib ketadi. Agar siz 2 yil 50 kilometr yurdingizmi, mashina garantiyada qoladi. Agar o'z vaqtida tex obslujdan o'tkazib turgan bo'lsangiz mashinani. Demak, qaysi biri birinchi kelsa, o'shanda bo'ladi. Tushunarli. Jasur aka, nima uchun aynan room servislarda texnik ko'rikdan qilish kerak? Sababini tushuntirib berishga harakat qilaman. Chunki bizani quyiladigan moy, dvigatel moyi, korobka moyi, smaskalar hammasi zavod tomonidan sertifikatsiyadan o'tgan, tajribadan o'tgan
ular odobrение qilgan, misol uchun qanaqadir problem bo'lib kelib chiqadi, o'shaning uchun xat qilib beramiz. Agar ko'chada qanaqadir moy quyib beradigan bo'lsa, smaska qiladigan bo'lsa, u shunga qanaqa moy qo'yganini bilmaymiz-ku. Demak, misol qanaqadir arzon moy quyib qo'yib, motoriga yoki mo'stlariga shikast etib qo'yadigan bo'lsa, unda misol ham shofer o'ziga ziyon. Bu narsa O'ziga ziyon, albatta. siz narsa qilib qo'yadi. Da. U yaxshi moymi, u odobreniyadan o'tganmi, sertifikatsiyadan o'tganmi, o'tmaganmi, uni biz bilmaymiz. Shuning uchun biz garantiya bera olmaymiz bu holatda. Shuning uchun faqat ishonchli joylardan, misol Bu servislaridan demak, Favhay degan sho'p akalar, sizlarga tavsiya qilamiz. Agar moy aralashtirmoqchi bo'lsangiz yoki texnik ko'rikdan o'tkazadigan bo'lsangiz, mana Vum servisni o'zidan aralashtirsanglar, moylarni texnik ko'rikdan o'tkazib tursanglar, 100% ishonchli, xudo xolisa. Jasur aka, men ham постоянно kirib Vum servisdan aralashtiray desam, surishtirib ko'rdim. Misol shu paytgacha boshqa joylardan endi u yoqdan bu yoqdan olib yurganman, moylar aralashtirib yurganman o'zim. Vum servisiga kirib, moyni aralashtirmoqchi bo'lib, masalan, narxini so'raydigan bo'lsam, boshqa joylarga nisbatan ozgina qimmatroq chiqyapti. Buning sababi nimada? Sababini hozir sizga tushuntiraman. Vum rasmiy servislarida original mahsulot ishlatilinadi. Подделка emas. O'sha sababdan ozgina ko'chadan qimmatroq. Demak, bundan chiqdi, o'sha moylari ham, o'sha har bitta zapchaslari ham original zapchasi kelasizlar. Albatta biza FAV kompaniyasi bilan shartnomamiz bor. Faqat original mahsulot, zapchaslarni ham, smazочный materiallar ham, moylarda ham originalni olib kelamiz. Ya'ni shular. O'zi qimmat degan tushuncha sal g'alatiroqda aka menimcha, chunki doim original narsalar o'zini narxida bo'lgan, qimmat emas. O'zini narxida bo'lgan, faqatgina boshqa nima desam bo'ladi, balkim qanaqadir kichkina sexda ishlab chiqarilayotgan, sifatiga javob bermaydigan ma'lum bir mahsulotlar arzon bo'lishi mumkin, lekin qimmat degan tushunchani original narsalarga qo'yish sal xatoroq. Shunaqa. Xuddi shunaqa. Endi biz ham misol bizga qancha bo'lsa arzon bo'lgani yaxshi. Ha, shunaqa aka o'zbekmiz-ku. Misol arzon narsa bo'lsa, o'shani olib qo'ygim keladi, misol o'zimga ham. Lekin o'ylab qarayman, o'sha arzon narsani tez-tez ketib qoladi, tez-tez olib turishim kerak bo'lyapti. Lekin u misol original zapchasi qo'yadigan bo'lsam, bu 3 ta arzonni olib qo'ygandan o'sha bitta original zapchasi ko'proq xizmat qilyapti. Ham men misol vaqtdan tejalyapman misolda. Arzonga ham tushadi aka sizga. Yo'lda misol ketyapman, yuk ortib ketyapman, shoshilinch yuk olib borishimiz kerak. Arzon qo'ygan mahsulotim buzilib qoldi. Men bu yoqdan birinchidan vaqtdan yutkazyapman. Ikkinchidan yana bu zapchaska borish kerak, yana alohida yana o'sha zapchasaga telefon qilish kerak. Jasarga telefon qilish kerak. Chiqarib oling, jonga tegdi bu narsani ko'chadan olaverib, deb o'yiz qo'yib bering, maza qilib bering deyishim kerak bo'ladi. Shunaqa aka, ya'ni bitta original mahsulot qo'ygandan keyin unda masalan, 3 oy yurasiz. Bitta oddiyroq mahsulot qo'yadigan, zapchas qo'yadigan bo'lsangiz, unda 3 oyda 3 marta almashtirasiz-da. Uni originalda nima desam bo'ladi, qimmat deyishayotgan pulidan ham o'tib ketadi-da, 3 marta qo'ygandan keyin, almashtirgandan keyin. Shuning uchun imkoni boricha sho'par akalarimizga tavsiya qilamiz, so'rab qolamiz. Ya'ni garantiya o'z holatida qolishi uchun texnikamizni aytsam yillar davomida sizga xizmat qilish uchun albatta original mahsulotlardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Sho'par akalarimiz nomidan Habibul aka ham shuni tasdiqlaydilar, menimcha. Albatta. Shunaqa. Endi akalar, ya'ni mahsulot almashtirish gaplashdik-ku, garantiyani gaplashdik-ku. O'zi Vum servisida zapchaslar bormi? Zapchaslar masalasiga keladigan bo'lsa, zapchaslar sotuvda bor. Original bo'lgan zapchaslar bemalol murojaat qilishlari mumkin. Aynan qaysi zapchaslar kelgan? Agar hammasini aytib o'tadigan bo'lsa, biza vaqtimiz chegaralangan, yetmaydi. 90-95% zapchaslar kelgan. Shularni doim kerakli bo'ladigan zapchaslar kelgan demoqchisiz, ya'ni ana. Faqat doim kerak bo'ladigan zapchas emas, kerak bo'lmaydigan zapchaslar ham bor. Chunki ko'p shunaqa holatlar bo'lib qoladi. Misol uchun mashina biron bir zapchasi buzilib qoladigan bo'lsa, hech buzilmagan hech qaysi mashinadan buzilib qolishi mumkin, ehtimoli bor. O'sha sababli чтобы bizani mijozlar vaqt yo'qotmasligi uchun, pul yo'qotmasligi uchun olib qo'yganmiz. Yaxshi. Qatnab sotib olamiz.
rasmiy bizani rasmiy dilerlardan. Rasmiy dilerlanadimi O'zbekiston bo'ylab? O'zbekiston bo'ylab bizani rasmiy dilerlarimiz bor. Eng qisqacha qilib aytganda, menimcha siz mashinani qayerdan sotib olgan bo'lsangiz, masalan, Novoydan sotib olasizmi, Buxorodan sotib olasizmi, Xorazmdan sotib olasizmi? O'sha dilerlarni, ya'ni siz sotib olgan, mashina sotib olgan odam oldiga borsangiz, sizga original zapchastni beradi. Shunaqami? Yana to'ldirib o'tmoqchiman. Misol uchun, Samarqandga sotilgan mashina Samarqanddagi rasmiy dilerimiz sotgan. Toshkentga qatnaydi. Toshkentda buzilib qoldi, misol uchun, garantiya holati emas, misol uchun, prosta zapchast kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda Toshkent bo'ylab rasmiy dilerlarimiz bor. O'shalarga ham murojaat qilsa bo'ladi. Chunki agar Samarqandga murojaat qiladigan bo'lsa, u yerda ham vaqt yo'qotadi. Kutish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham VUM kompaniyasiga murojaat qilishsin. VUM servisiga murojaat qilsa, da. Endi bo'ladi. Yaxshi. Jasur aka, bir ikkita kommentariylar ko'zim tushib qoldi. Men bu Kristavinidagi Kardanda Kristavinidami yoki Resor'dagi men biz smaska qilinadigan joylarga Stupitsadagi moylar, pachimli moylari shunaqada kam qo'yilgan degan kommentariylar ko'zim tushib qoldi. Men shunga nima deysiz? Bu masala bo'yicha mening xabarim bor. Menga ham klientlarimiz aloqaga chiqishgan. Smaska kam masalasiga keladigan bo'lsak, smaska kam emas. Zavod tomonidan normada qo'yilgan 10,000 kilometrgacha bu smaska yurib yuradi. Agar anaqadir muammo kelib chiqadigan bo'lsa, biz garantiya asosida bo'yicha remont qilib beramiz. Bundan chiqdi, o'sha Stupitsadagi pachimlidagi masalan yangi mashina olgandan keyin 10,000 kilometrgacha garantiya beriladi. Agar biror muammo bo'ladigan bo'lsa, garantiya bo'yicha alishtiriladi. O'sha 10,000 kilometrdan keyin ko'pchilik misol u narsani garantiyani o'qimaydi-da. Mana shaxsan men siz aytganingizdan keyin bildim, shu 10,000 kilometrda o'sha garantiya qog'oziga qaramaganman. O'zim shaxsan aytaylik, garantiya qog'oziga qaramaganman. Siz aytganingizdan keyin bildim, 10,000 kilometrgacha o'sha Stupitsadagi pachinlarga moylar alishtirib yurish kerak 10,000 kilometrdan keyin. Shunaqa gap ham chiqdi. Chiqqandan keyin uzr aka gapingiz bo'laman. Chiqqandan keyin moylab olishing kerak, o'sha smaskasini qo'yib olishing kerak degan bir gaplar ham eshitdik-da. O'zi unda kam bo'ladi, chiqqaningdan keyin xuddi yangi balon qo'yish kerak deylardi. O'ta ham xuddi smaska qilib olish kerak, yo'q moylarni almashtirib olish kerak degan bir gap bo'ldi. Nima deysiz bunga? Yo'q, bu to'g'ri emas. Bu odamlarning o'zlarining fikriga hech kim biz to'sqinlik qila olmaymiz. Lekin shu kungacha, misol uchun 2 yil bo'lgan bo'lsa, shuncha mashina sotib o'tgan bo'lsa, 10,000, misol uchun 10,000 gacha mashina yurgan mashinalar bor. Hech qanaqangi muammosi yo'q. Smaska qilmasdan. Lekin 10,000 da обязательно smaska qilish kerak. Bu haqda servislik dishkada yozilgan. Smaska qilinadi, pachimliklarning holati tekshiriladi. Qancha kilometrda texnik ko'rikdan o'tib turish kerak mashinani servisga olib boradi? Har 10,000 12,000 kilometrda olib borib mashinani bir texnik obслуживание o'tkazib turish kerak. Bu har 10,000 kilometrda faqat o'sha pachimliklarimi yoki men bu воздушный filtrlarni Yo'q, конечно, albatta. Воздушный filtrlar menimcha misol hamma har xil joyda yuradi, kimdir dalada yuradi. Albatta. Kimdir tekis yo'lda yuradi. Uni воздушный filtrlar menimcha har kun o'zingizlar nima deydi, ertalab turib, sekin tozalab olsanglar, misol mashinani motorga nima deb changlat qilib olib, turbinalarga ko'proq xizmat qiladi. Eski shopurlarimiz bilishadi bu haqda. O'zligi ochib tekshirib turishadi. Havo filtrlarida har kuni TTO degan narsa bor. Ежедневно техобслуживание degan. O'shani qilib turishsa, mashin ko'p yillar xizmat qiladi. Endi eski shopir deganingizga bitta savol keldi. Eski shopir akalarimiz, ya'ni o'zi usta bo'ladi. Ya'ni o'zining mashinasini o'zi to'g'rilab yuradi. Endi bitta savol, o'sha shopir akalarimiz, usta shopir akalarimiz zapchastni originalini oldilar. O'zlari o'zgartiryaptilar. Garantiyli holatda bo'ladigan bo'lsa, bizani rasmiy servisda alishtirishlar kerak. Ya'ni zapchast original bo'lsa ham o'zlari tegish kerak emas. Chunki biz mashinani holatini ko'ramiz, nimadan buzilgan, polностью. Bu holatlarni biz zavodga yetkazishimiz kerak. Hamma bo'layotgan defektlarni biz zavodga yetkazib beramiz. U yerda qilinadigan o'zining protsedurasi bor, rasmlari bor. Polностью изучать qilamiz. Shu holatda agar garantiya holat bo'ladigan bo'lsa, yechim beramiz. Hozir aytishadi, shu gapingizdan keyin katta ehtimol ko'p vaqt oladi. Nima? Ya'ni garantiyni bo'yicha siz rasmga olishingiz kerak ekan, tepada protsedura bo'lar ekan.
tepada ozgina vaqt o'tarkan adashmasam, bu ko'p vaqt olmaydimi? Sho'pirga. Bu misol uchun agar mashina Samarqandda buziladigan bo'lsa, Samarqand biza o'rganib chiqamiz, birinchi klientlar bilan aloqaga chiqamiz. Agar mashina yuradigan holat bo'lsa, yurib turgan holat bo'lsa, mashinani servisga chaqirib, o'sha yerda remont qilib beramiz. Jasur aka, bo'lmasa qarang, meni mashinam yo'lda ketyapman. Turbinasi yaxshi tortmay qoldi, nimadir bo'lib. O'sha holatda men servisga olib borsam, u ko'p vaqt olmaydimi bu narsani, misol turbinani almashtirib berishga. Ya'ni siz aytasiz-ku, Jasur aka, hozir sho'pirlar o'zi almashtira olmaydi. Ya'ni rasmiy joyga borib ustalar qilish kerak deb. Ustalar qiladigan bo'lsa, siz aytasiz, biza rasmiy joylarga rasmlarni jo'natishimiz kerak mashinani. Servis bilan, ya'ni garantiya bilan o'zgartirish uchun. Ya'ni akamiz aytmoqchilar, men 20 minutda o'zgartirib olaman deb, u narsani o'zim deyaptilar. Siz oldingizga olib borsangiz, siz qanaqadir rasmlar olasiz, rasmiyatchilik uchun nimadirlar bo'lib, bu 1 soatga cho'zilib ketmaydimi demoqchilar menimcha. Misol uchun qarang, shopir akalar hozir shopir akalarning qo'llarida zapchast yo'q. Misol uchun baribir zakaz qiladilarmi, qayerdandir olib keladilarmi, baribir vaqt ketadi-yu, 1 soat ketadi. Bizaniki misol uchun odam jo'natadigan bo'lsa, shu misol uchun Samarqand viloyati bo'ladigan bo'lsa, Samarqandda bizani servisimiz bor. Masalan, siz qancha vaqtda alishtiradigan bo'lsangiz, o'sha ehtiyot qismni biz ham xuddi o'sha vaqtda alishtirib beramiz. O'zbekiston bo'yicha rasmiy servislarimiz bor. Demak, mashinani Toshkentdan olgan bo'lsam, boshqa viloyatda bo'lsa ham, o'sha viloyatda o'zi servis nimalari bor, ishimiz tez hal bo'ladi. Albatta, misol uchun siz Toshkentdan oldingiz mashinani, mashinangizda Jizzaxda yoki bo'lmasa Buxoroda, Navoiyda mashinangiz buzilib qoladigan bo'lsa, bizda rasmiy servislarimiz bor. O'sha rasmiy servislarimizga murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Endi bitta masalasi bor. Mediaga chiqayotgan sho'pir akalarimiz, ya'ni nima desam bo'ladi? Qanaqadir muammo bo'lsa, video qilib chiqarishadi-da, o'zi uning yechimi 5 minutlik bo'ladi. 5 minutlik muammoga yechim bo'ladi. Uni ham odam faktorini inobatga olishmaydi. Ya'ni Jasur aka telefon qilishadi-da, masalan, Qashqadaryoning qaysidir joyida. Men mashinaman, kelib servis qilib berlaring deb. Shu 5 minut ichida bo'lsa, meni mevam ketib qoladi deb. Masalan, ichida meva bo'ladigan bo'lsa, tarvuz bor deylik yoki boshqa meva. O'sha paytda biz juda ham hayron qolamiz. O'zi yo'lni o'ziga yarim soat ketadi-da. Ular 5 minut, 10 minut ichida kelib, bizani servisimizni qilib beringlar. Yo'masa, masalan, video qilib chiqarib yuboraman yoki boshqacha masalalarni aytishadi. Imkonsiz narsani Jasur akadan, ya'ni servis отделdan talab qilishadi-da. Shu uchun ham nima desam bo'ladi, bu baribir meni gapirganim uncha emas. Shu sho'pir akamiz, siz shu temada gapirsangiz, ya'ni sabr masalasida ozgina. Chunki bu yoqda ham kechqurun 12 da ham telefon qiladigan odamlar bor-da, kelib masjidga kelib to'g'irlab ketlaring, sizlar garantiya bergansanlar 3 yil deb. O'zi garantiyani noto'g'ri tushunishganda. Endi yana uzr, men bor gapingizni bo'ldim. Shaxsan o'zimda bir voqea bo'ldi. Yo'lda ketyapman. Endi mashinamni sho'pir akamiz ko'pchilik taniydi. Aka to'xtatdi. Aka, ko'ring, mana diskam yorilgan deb aytayaptilar. Lekin qaradim o'zim. Rasullar egilgan, yaxshigina mashina o'tirgan. Menga deyaptilar 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha garantiya berishgan bu mashinaga deb. Shunga mana shunaqa holatga nima deysiz, mana shu holatga? Bu holatni xabarim bor. O'rganib chiqdik bu masala bo'yicha. Bu qo'shimcha resorlar qo'yishgan bu mashinaga. Birinchidan, ikkinchidan mashinaga juda ko'p yuk ortgan sababli bu problemalar kelib chiqqan. U diskga garantiyada bormi yo'q? Diskga garantiyada bor, agar standart bo'yicha mashina ortib yurishsa, u garantiyada bor. Menimcha qancha vaqtga berilgan o'sha har bitta odamning o'z garantiya qog'ozi bor qo'lida, mashina olgan odam. Unda bor, to'g'ri. Albatta. Shunaqa. O'zi asosan savollarimiz shu ko'p yuk ortish haqida bo'layotgan ekanda, sho'pir akalarimiz ozgina ko'proq yuk ortsa, shu garantiyadan ham chiqish masalasi, zapchastlar, ya'ni sinib ketishi yoki nimadir bo'lishi, shunga taalluqli masalalar. Nimaga o'zi aka ko'p yuk ortishadi sho'pirlar? Shunchalik endi nima desam bo'ladi? Ochuvchasiga so'ramoqchiman, yo'l kiraga dizel narxi to'g'ri kelmaydimi? Shunchalik bozor narxi tushib ketganmi yuk ortishga? Ko'p yuk ortmasa dizel puli chiqmaydi, yo'l puli chiqmaydi deganda shu o'zi shuni aytib bersangiz, nimaga bunaqa ko'p yuk
ortish ko'p bo'lyapti. Perigruz ortishni asosiy sababi o'zimdan kelib chiqib aytaman. Misol, qancha ko'proq yuk olsam, menga shuncha ko'proq pul to'laydi. Kam pul olsam, kam yuk olsam, kam pul to'laydi. Har bitta kilosiga olinadi pul. O'shuning uchun iloji boricha shoferlar ko'proq foyda qilish uchun shu ko'proq ortishni nima qilishgan, odat qilishgan. Endi bu ham misol shoferlar ayb emas, chunki 5 yil oldingi misol narx-navo ham hozirgi narx-navo bilan pastda past bo'lsa pastga, lekin baland emas. O'sha 5 yil oldin ham misol 1 kilosiga qancha taraf pul bergan bo'lsa, hozir ham o'sha, lekin past emas. Lekin unday olib qarasangiz, 5 yil oldin misol balonni, oddiy balonni misol 3 tangaga yo'yayotgan bo'lsak, hozir 5 tangaga olyapmiz. Lekin yo'l kira o'sha. Oldin misol 2 tangaga sarga qo'yayotgan bo'lsak, hozir 5 tangaga sarga qo'yamiz. Lekin yo'l kira o'sha. Shuning uchun qoplamayapti, iloji yo'qligidan shofer akalarimiz majbur bo'lyapti yuk ortishga. Misol bitta fav olgan odam, buni qilmasdan bilmayman. Turursan? Ha. Fav olib haydab yuribdi. U mashinani yomonlayapti. Mashina yomon ekan, jo'ski ekan, u ekan, bu ekan deyapti. Eng qizig'i o'sha odam yana bitta mashina to'lib o'tibdi. Ha, yaqinda eshitdim mana. Eshitdingizmi? Chunki biz eshitamiz, baribir videolar chiqadi. Videoda yoki g'o'sni tashlatdilar deb, sen olsa eslamayman. Mashinalari yomonladilar ozgina. Biz ham eshitib sarg'ijolat bo'lib, okaga yozdik, aka nima muammo, nima gapmi so'zim. Keyin yaqinda mana eshitdim, ikkinchi mashinani sotayotgan ekanlar akamiz. Endi men bitta narsa, o'zi shaxsan o'zimdan kelib chiqib aytaman. Misol men qimmatga mashina olib, hozirgi paytda men uni qachon men bu mashinani pulini chiqarib olaman-da. Mana shunaqa nima bor. Men o'zimdan misol Tiger VR modelini oldim. Imkoniyatim shunga yetdi. Puliga nima deydi? Arziydigan mashina-da. Misol narxiga arziydigan mashina. Endi mana shu masalaga qo'shimcha qilamanki, yangi masalan boshqa modelga o'tganingizda uni masalan o'rnashib olguncha vaqt ketadi. Shu akamiz ikkinchisini sotayotgan akamiz mashina olganlar, o'tirganlar, uyga borguncha nimadir yoqmagan, keyin sraz video qilganlar menimcha katta ehtimol. Uje o'rnashib mashinaga tushib olganlardan keyin uje ikkinchisini sotyaptilar-da. Imkoni boricha baribir mashinani o'rganib olish deydi, mashinaga tushib olishga vaqt ketadi. Baribir Habibullo akamiz yaxshi biladilar u mendan ko'ra. Odam ko'nikib qoladi. Ha, ko'rib olish kerak. Ko'p yaxshi aytdingiz, ko'p holatlarda bizda solishtirish bo'ladi. Misol uchun men undan oldin qaysidir model haydaganman, qaysidir marka haydaganman. Bu yerda boshqacha edi, sizda nimaga bunaqa deb juda ko'p solishtirishlar bo'ladi, lekin bu meni fikrim bo'yicha bu to'g'ri emas. Fikrdan emas, faktdan gaplashamiz. Qarang. Bu o'zim bilasiz, boshqa mashinaga minib kelib, mashina oldim. Zavoddan borib oldim. Tiger VR modelini. Shuni o'tirib 100 kilometr yurdim. Roza qiynaldim. Belim og'rib boshqa qilib 100 kilometrdan keyin sekin-sekin uje yaxshi, zo'r. Vodiydan haydab keldim. Uje Perevaldan o'tdim, bu yog'iga vaqti zo'rda, xuddi nima dedi. Meni yurgan mashina, aytganingizdek, o'rgan olguncha ekanda, u narsa odam ko'nikib qolar ekan. Chunki masalan Tiger V'dan chiqib Tiger V'ga yana o'tirsangiz-da, bir xil modeldagi mashinaga o'tirsangiz, aytishingiz mumkin-da o'shanda, va anu Tiger V'imda mana bunaqa edi. Uni bunaqa ekan deb aytishingiz mumkin. Umuman boshqacha mashinaga o'tirib, ketidan bunga o'tirishingiz bilan sirazi e'tiroz bu bilmadim. Misol Fav jihashov tigachida minib yurgan odam Tiger V modeliga o'tirsa, menga o'sha mashinam yaxshi ekan, bu bo'lmas ekan deydi-da. Lekin nima deydi? Taqdir taqozosi bilan misol qachondir shu mashinaga qaytadigan bo'lib qolsa, o'sha odam shu mashinaga ham ko'nikadi-da. Tiger VR ga ham ko'nikadi. VR haydab tigachga o'tganligi umuman boshqacha. Mana kichkina mashinam tinch ekan, o'zi shahar ichida bemalol yuribman debdi. O'sha ikkinchi mashinani xarid qilgan akamizda ham xuddi shunaqa muammo bo'ldi-da, katta ehtimol, chunki sirazi mashina olish bilan shuncha gap gapiryaptilar, men hayron turibman. Yaxshi, eshitib xursand bo'ldim, chunki mashinaga ko'nikib olganlar. Birinchi o'rinda o'zimiz uchun emas, akamiz uchun xursand bo'ldik, chunki mashinani ikkinchisini xarid qilyaptilarmi, demak mazax haydayaptilar, baraka topyaptilar shu mashinada. Ikkinchisini xarid qilib, imkoni boricha barakalarni yanada ko'paytirmoqchilar. Akamiz uchun xursandman albatta. Keyingi o'rinda o'zimizning shu texnikalarimizni o'zini oqlayotganligi uchun ham xursandmiz. Shu mana eshitib hayron qoldim. Yaxshi tema. Uje mana kundan kunga ko'ryapman, Fav Tiger V modellari ham ko'chada juda ham ko'payib ketib qoldi. Shu akalarimiz qiziqish bildirishyapti mashina modeliga. Comfort haqiqatdan, misol spalnilari bor, konditsionerlari bor, har taraflama qulayliklari bor. Buning o'rindiq. Shu akalarimiz qiziqyapti, ko'p olishyapti shuni. O'zim ko'p ko'ryapman yo'llarda.
keyin ko'pchilik meni bloger deb o'ylar ekan. Yo, men aytaman, misol keladi, aka, siz blogersiz deydilar. Misol oshxonada, misol odamlar gavjum joyda, tir parkinglarda sen keladi. Aka, blogersiz, biz kuzatib turamiz sizni. Keyin bitta rasmingizni tushib olaylik deydilar. O'sha payt men xijolat bo'laman. Yo, aka, men bloger emasman, men shoferman. Prosta bu hobbi, misol yurgan yo'llarimda misol katta mashina haydaydigan shofergalari hayot haqida bir video joylab yuraman, xolos. Ko'pchilik bilar ekanki, o'ylar ekan, bu FAV ham prosta reklama qilib yuribdi deyirkan. Yo'q, men o'sha oldin ham bitta FAV 25 dona Samsung'ni olgandik. Undan keyin mana yaqinda FAV Tiger VR modelini oldik. Xudo xolasa buni evakuatsiya qilamiz. Bu reklamaga olingan mashina emas, o'zimga yoqqani uchun, o'zim o'sha borib zavodga, o'sha yoki bo'lmasa salonga borib ko'rdim, har taraflarini ko'rdim. Misol yoqqani uchun o'sha mashinani oldik, xudo xolasa. Bu hech qanaqa nima deydi? Reklama emas, mashina o'zim haydayapman, prosta odamlarga ham tavsiya qilyapman. O'zim olgan narsamni, misol shoferlarga ham tavsiya qilyapman. Bu reklama uchun olingan mashina emas. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylar ekan. Xo'p, juda ko'p gapira olmadik. Yo'q, reklama uchun sizga mashina bermaymiz, okey. Mana. Yo'msa akalar, rahmat kattakon. Savollarga imkoni boricha javob oldik degan umiddamiz. Agarda qanaqadir yana savolinglar bo'ladigan bo'lsa, shu videoni kommentariyasiga bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Habibullo aka, Jasur aka, kelib, qimmatli bo'lgan vaqtinglarni ajratganingizga rahmat kattakon. Rahmat. Rozi bo'linglar, juda chiroyli suhbat bo'ldi. Rahmat kattakon. Bemalol muxlislarga yoki kuzatuvchilarga, shofer akalarimizga gapiradigan gapinglar bo'lsa, bemalol gapira olishinglar mumkin. Mani tilagim, mashinalar yaxshi xizmat qilsin, mashina buzilmasin, o'z vaqtida tex xavfsizligini o'zib turishsin. Hamisha safaringlar bexatar bo'lsin, sog' salomat, beshikaz, beziyon, ko'pchilik qatorida oila davrasiga qaytib kelish nasib qilsin. Mashinalar tagida hamisha shovulib tursin. Emas. Rahmat. Rahmat kattakon. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha. Sizlarga ham rahmat.